o'ljalar so'qatib qolmasin, uylarni isitib turaylik. Sovuq ham tushib qolyapti, kech kirib qolyapti. Hey. Ya deb qo'y. Ya. Xudo xolasa, pechkalarni yaqib qishay salomon chiqib olsak, bolalarni so'qatirmasdan shular solib qo'ysak, uy isitdi. Ko'mir solamiz bundan keyin. Shu bilan yonib ketadi. Mana hozir 70 ga qarab boryapmiz. Bandam o'ksimagin, mana senga ham atab qo'yganim bor. Mana farzand, mana o'g'il, ko'kragini ko'tarib yur, bag'ringga bosib yur deb. Shu mana ko'ryapsizmi? Uchta chevaram bor, Xudoga shukr. 3-chevaramdan 1 yosh kichik. Endi buni nima deyishadi? Tog'a deb nima bo'lmaydi. Kichkinamizga endi nima kerak bunga? Pampers kerak. Chiroyli qilib, ayasini qiynamaslikka harakat qilib, pamperslarni pachka qilib olib kelib qo'yamiz.